Assalomu alaykum azizlarim, aziz kuzatuvchilarim, obunachilarim, hammanglar sog' salomatmisizlar, xonadoninglar tinchmi? Bugun yana bir ochirim bilan keldim. Ya'ni u nimaga qo'ng'iroq qilmay qo'ydi? Nega u jim? Oranglarda masofa bo'lsa, urushib qolganlar, arazlashib qolganlar yokida jimjit bo'lib qo'ng'iroq qilmayotgan munosabatdagi insonlar yaqin kunlardagilar ko'rsa bo'ladi bu ochirimni. Bu общий ochirim azizlarim, yakka ochirim o'zingiz uchun oling. Bu hammaga ham to'g'ri kelavermaydi, bilasizlar. Qani ketdik. U nimaga qo'ng'iroq qilmay qo'ydi? U hozir qanaqa energiyada? U siz bilan munosabatini yoki oxiri yo'q deb biladi, yoki oxirini bila olmaydi, yoki bo'lmasa bu insonni o'ziga yarasha hozir hayot yo'llarida qiyinchiliklar bo'lyaptimi, sinovli kunlar bo'lyaptimi, shuning uchun ozgina to'xtab turganligi, ya'ni o'zini hayotini qanaqaligini hozir bu inson bila olmayapti. Ya'ni siz bilan munosabatini qanaqa holatdaligini bila olmayapti, lekin sizni har taraflama kuchli, o'ziga ishongan, irodali, go'zal ayol deb biladi. Sizga yetish qiyin deb biladi. Bu inson har doim sizga yuqori baho beradi va o'zini sizga teng ko'radi. Sizni qanaqa ko'rsa, o'zini ham shunaqa kuchli shaxs deb biladi. Ya'ni o'zini jufti deb biladi. Har taraflama siz bu insonga munosabligingizni. Sizga qo'ng'iroq qila olmagan uchun bu inson ozgina tushkun holatda turibdi. Ya'ni o'zini aybdor his qilyapti. Ya'ni siz tarafga harakat qila olmayapti hozirda bu inson. Ya'ni qo'ng'iroq qila olmayapti. Bu insonni sizga bo'lgan tuyg'ulari samimiy, oxirigacha chiroyli juftlik bo'lishi, chiroyli uchrashuvlar, chiroyli baxtli yashashni xohlagan bu inson. Bu insonda yolg'on bo'lmagan azizlarim. Nimani o'ylayapti bu insonni, nima to'xtatyapti? Siz bu inson uchun har doim sehrgardaysizda. Siz nima deydi? Siz bilan bo'lgan paytda siz hamma narsa muhayyo edi bu insonda. Qanaqadir omad keltirardingiz. Siz bu insonga yo'l yo'riq ko'rsatardingiz. Siz bilan har doim bu insonga hayot qanaqadir yengillashganligini, siz bilan tugatishdan juda qo'rqadi bu inson. Bu inson tugatishdan qo'rqayotganligi, siz bilan yangidan boshlashi, hozir sizlardagi masofa yangi etapga o'tish, ya'ni bosqichga o'tishni ham bildiradi azizlarim. Bu tugash degani har doim yangi bosqichga o'tish, ya'ni munosabatda ikkalanglarni bir-biringlarni ya'ni yaxshiroq tushunishinglar va ko'p narsalar anglab yetishinglar uchun albatta pauza bo'lganligini ham bildiradi. Bu insonni siz bilan oldi-berdi ishlari hali tugamaganligini, ya'ni munosabati hali tugamaganligini, ham bu insonni ozgina o'zini hayotida muammolari borligini ham aytyapti. Ya'ni ozgina to'lovlari bormi, oldi-berdi ishlari borligini, lekin sizga talpinishi bor. Bu inson har doim sizga talpingan va qani imkon bo'lsa sizga uchib kelsa, ya'ni shunaqa xohlayapti sizga uchib kelishini. Chunki sizni qo'ldan chiqarishni xohlamaydi. Bu inson uchun siz kerakli insonsiz. Har taraflama kerakliligingiz. Va bu inson shuni aytadiki, siz bu inson uchun deylik harakat qildingiz, kutdingiz, sadoqatli bo'ldingiz va buni nima deydi, natijasini sizga ko'rsatgisi kelyapti, sizni baxtli qilgisi kelyapti. Lekin hozirda ozgina shu muammolari tufayli ikkilanib turibdi, lekin qo'rquvda. Sizni yo'qotib qo'yishdan bu inson ozgina qo'rqib turibdi. Sizni yaxshi ko'radi. Yaxshi ko'rgani uchun sizni yo'qotishdan ozgina qo'rqib turibdi. Qo'ng'iroq qiladimi? Taqdirimizda yana uchrashish bor deb ishonadi bu inson. Sizdan voz kecha olmayapti. Xohlasa, xohlamasa bu inson sizdan voz kecha olmayapti. Siz tarafga yo'l qidiryapti azizlarim. Qo'ng'iroq qiladimi degan savolimizga yo'l qidiryapti va bu sizni yoningizga kelish niyati bor. Ya'ni siz bilan oldingiday hayot kechirish, uchrashuvlar, bo'ydoqlarga bo'lsa bu to'yi ham bildiradi, ya'ni nikohni ham bildiradi. Bo'ydoqlarga, munosabatdagi insonlarga yana oldingiday holatda siz bilan nima qilishini bildiryapti. Hozirgi holatda ozgina to'xtab turibdi, lekin azizlarim ajoyib katta bu insondan sizga kutilmagan qo'ng'iroq deb olaylik. Keling, ongimizga shunaqa chiroyli
yaxshi xabar beraylik, shuni avtomatik bizga chaqirsin. Har bir og'zimizdan chiqqan so'z bizga qaytib kelishi bor. Bu surpriz kartasi aslida kutilmagan joydan keladigan bizga yaxshi xabarni bildiradi. Shu xabarni qo'ng'iroq deb bilaylik azizlarim, qabul qildim deb yozing va sizga qo'ng'iroq qilsin tez kunlarda. Kutilmaganda sizga surpriz bo'lsin. Sovg'ani ham bildiradi bu karta, ya'ni sovg'alar bilan kelsin siz oldingizga. O'zingiz nima sovg'a xohladingiz, shuni ongingizga bering va shu inson sizga sovg'alar bilan qo'ng'iroq qilib yoningizga kelib va chiroyli sizga bo'ydoqlarga to'y taklifini, nikoh taklifini, munosabatdagilarga albatta siz bilan oxirigacha qolishini, sizni baxtli qilishini aytsin azizlarim. Ajoyib karta. Qo'ng'iroq qiladi bu inson, albatta qo'ng'iroq qiladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar azizlarim.